Assalomu alaykum azizlar. Bemorimiz o'ng sut bezi xavfli o'smasi 3-bosqich bilan kasallanganlar. 8 kurs ximiyoterapiya o'tkazilgan. Davo rejamiz: Modern usuli bo'yicha o'ng tomonlama radikal mastektomiya. Umumiy og'riqsizlantirish ostida amaliyot maydoni antiseptik vositalar yordamida yuvildi. O'ng sut bezi bo'ylab teri va teri osti yog' qavati qavatma-qavat kesildi. Sut bezi xususiy to'qimasi teridan o'tkir va o'tmas yo'llar bilan ko'krak katta mushagi fatsiyasigacha ajratildi. Shundan so'ng o'tkir va o'tmas yo'llar bilan sut bezi xususiy to'qimasi, qo'ltiq osti soha, yog' kletchatkasi va limfa tugullari bilan yaxlit blokda olib tashlandi. Gemostaz qilindi, qon ketishi yo'q. Nazorat uchun 2 dona drenaj naycha qoldirildi. Teriga tugulli choklar qo'yildi, jarohatga antiseptik bog'lam qo'yildi. Amaliyotimiz 2 soat davom etdi, muvaffaqiyatli tugatdik.